Assalomu alaykum, hurmatli tandirchi ishqibozlari. Mana navbatdagi ishimiz bitdi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda 20 tali tandirimiz joylashgan. Tandirimiz mo'rli bo'ladi. Tutuni faqatgina mo'rdan chiqib ketadigan. Bu yerda 100 litrli qozonimiz joylashgan. Yonida non supamiz. Hamda keyingisi 50 litrli qozon. Buni ham yonida mana 30 litrli qozonimiz joylashgan. Hamda bu yerda 60 ga 45 razmerdagi moykamiz joylashyapti. Hamda 1,5 metrlik zakatopka partamiz joylashgan. Taylardan bemalol foydalansa bo'ladi.